Senga muhtojman 119 qismda. Menimcha, eng noqulay suhbat sud zalida emas, oilaning oz ichida boshlanishi mumkin. Gozal bir necha kundan beri Daryo va chaqaloq uchun kurashyapti. Ali esa har safar bitta eski gapni qaytaryapti. Sen o'shanda bolani oldirmoqchi bo'lgansan. Shu gap shu qadar ko'p takrorlanadiki, nihoyat Gozalning akasi ham singlisiga qarab, ilgari berishga jur'at qilmagan savolini beradi. Rostini ayt, o'sha qarorni o'zing chiqarganmiding? Bu safar Gozalning yonida uni darhol himoya qiladigan odam bo'lmaydi. Akasining ohangida ayblov ham yo'q, balki undan ham og'irroq narsa bor tushunishga urinish. Gozal avval mavzuni yopmoqchi bo'ladi. Hozir buning nima keragi bor? deydi. Ammo akasi chekinmaydi, chunki shu kungacha u Ali singlisiga xiyonat qilyapti, Daryo esa ularning yaxshiligini unutdi deb o'ylab kelgan. Endi esa hikoyaning bir qismi undan yashirilganini sezmoqda. Ali bilarmidi? Gozal javob bermaydi. Shu sukunatning o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Akasining yuzi o'zgaradi. U ilk bor Aliga faqat 15 yillik xotinini tashlab ketayotgan erkak sifatida qarashni to'xtatadi. Chunki agar Gozal haqiqatan ham homiladorlikni to'xtatishga erining roziligisiz uringan bo'lsa, unda bu nikohdagi ishonch ancha oldin buzilgan. Lekin Gozal o'zini burchakka qisib qo'yishga yo'l bermaydi. U birdan Aliga o'girilib, hammasini menga tashlab qo'yma, deyishi mumkin. Ali jim turadi. Gozalning ovozi asta-sekin ko'tariladi. Agar sen o'sha paytda men bilan bo'lganingda men shu darajaga kelarmidim? Bu gap Alini ham tayyor bo'lmagan joyidan uradi. Gozal bu safar o'z qarorini inkor qilmaydi. Men bunday qilmaganman demaydi. Aksincha, o'sha qaror qanday holatda tugilganini ochib beradi. U Daryoni rashk qilgan, Ali undan uzoqlashayotgandek tuyulgan. Ularga farzand olib kelish kerak edi. Lekin Gozal uchun homiladorlik davom etgan sari Daryo erining hayotida ko'proq joy egallayotgandek ko'ringan. Men har kuni boshqa ayol sening bolangni ko'tarib yurganini o'ylardim, deyishi mumkin u. Ali, bu kelishuvimiz edi. Gozal achchiq kuladi. Qog'ozda. Keyin bir oz sukut. Uyda esa men yolg'iz edim. Mana shu yerda Gozalga bo'lgan hissiyot ham o'zgarishi mumkin. Uning qilgan qarorini oqlab bo'lmaydi, lekin u shunchaki sovuqqonlik bilan boladan voz kechgan ayol emasligi ko'rinadi. U qo'rquv, rashk va erini yo'qotish vahimasini bitta qarorga aylantirgan va endi o'sha qaror qaytib kelib, uni har kuni jazolayapti. Ali avval qarshi gapirishga tayyor turadi, lekin akasi undan "Sen o'sha paytda qayerda eding?" deb so'raganda u ham jim qolishi mumkin. Bu savol Aliga yoqmaydi, chunki u o'zini butunlay aybsiz deb ayta olmaydi. U pul bergan, davolanishni tashkil qilgan, jarayonini boshlagan. Keyin esa kutgan natijani, Gozalning ruhiy holatini emas, Daryoning homiladorligini qanday o'tkazayotganini emas, bolaga nima bo'layotganini ham emas. Ali sekin, men ham ko'p narsani boshqalarga tashlab qo'yganman, deydi. Gozal unga qaraydi. Bu jumlani undan kutmagan. Ali davom etadi. Men pul bersam, mas'uliyatimni bajaryapman deb o'ylaganman. Daryo haqidagi gap kelganda uning ovozi pasayadi. U bolani ko'tarib yurgan, men esa uning qanday yashayotganini ham bilmaganman. Gozal darhol og'riqli joyini ushlashi mumkin. Endi afsusdasanmi? Ali boshini ko'taradi. Ha. Gozalning ko'zlari to'ladi. Aynan nimaga? Daryoni yolg'iz qoldirganingami yoki meni? Ali bu safar tez javob bermaydi. Menimcha, uning eng to'g'ri javobi shunday bo'lishi mumkin, ikkalangizni ham. Bu gap hech kimga taskin bermaydi, lekin akasiga bir narsani ko'rsatadi. Voqeani Gozal jabrlanuvchi, Ali xoin yoki Gozal aybdor, Daryo jabrlanuvchi kabi ikki rangga bo'lish juda oson ekan.
Aslida esa uchala odam ham turli vaqtda bir-birini yolg'iz qoldirgan. Shu paytda boshqa tomonda Daryoga ham maslahat berilishi mumkin. Unga Gozalning eng zaif joyi shu. U bolani oldirmoqchi bo'lganini hamma joyda ayt. Shunda uning davosi kuchsizlanadi, deyishadi. Bu mantiqan foydali ko'rinadi. Daryo ham avval shu gapni ko'p takrorlagan, ammo bu safar u kutilmaganda rad qilishi mumkin. Yo'q. Yaqini tushunmaydi, axir shu sening qo'lingdagi eng kuchli dalil. Daryo biroz o'ylanadi, so'ralsa yashirmayman. Lekin har safar uni sharmanda qilish uchun shu gapni qaytarib yurmayman. Bu Daryoning Gozalni kechirganini anglatmaydi. Aslo u o'sha voqeani unutmagan, lekin endi Daryo boshqa narsani sezishi mumkin. Agar u butun himoyasini Gozal bir paytlar bolani xohlamagan degan gap ustiga qursa, ertaga chaqaloq ulgayganda ham shu yarani ochib yurishga to'g'ri keladi. Bir kun bola, Gozal nega meni xohlamagan deb so'rasachi, Daryo o'shanda ham o'z g'alabasini isbotlash uchun eski xatoni bolaning oldiga qo'yadimi? Menimcha, aynan shu o'y uni to'xtatishi mumkin. Lekin bu gap Gozalgacha yetib borganda u mutlaqo boshqacha tushunadi. Kimdir unga, Daryo bu masalani sudda ortiqcha ko'tarmoqchi emas ekan, deydi. Oddiy odam buni yaxshi niyat deb qabul qilishi mumkin, Gozal esa yo'q. Uning yuzi darhol sovuqlashadi, demak meni ayabdi. Hech kim bunday demagan, ammo Gozal aynan shuni his qiladi. U uchun Daryoning sukuti kechirim emas, yuqoridan qarashdek tuyuladi. Go'yo Daryo, men sendan yaxshiroqman. Shuning uchun seni sharmanda qilmayman, deyotgandek, bu Gozalning gururini juda qattiq og'ritishi mumkin. U Daryoning oldiga o'zi boradi. Bu safar chaqaloqni talab qilmaydi, hujjat ham olib kelmaydi, faqat bitta savol beradi. Nega aytmayapsan? Daryo tushunmaydi, nimani? Men bolani oldirmoqchi bo'lganimni. Daryo bir oz jim turadi, kerak bo'lsa aytaman. Gozalning ko'zlari torayadi, kerak bo'lsa. Daryo uning ohangini sezadi. Men butun umrimni shu bitta xatoingizni yuzingizga solib o'tkazmoqchi emasman. Bu gap Daryo uchun oddiy tushuntirish, Gozal uchun esa haqoratga aylanadi. Xatoim. Daryo, buni o'zingiz ham xato deb aytdingiz-ku. Gozal birdan jahl bilan, meni kechirish huquqini senga kim berdi? Daryo ham hayron qoladi. Men sizni kechirdim demadim. Unda menga achinma. Bu yerda ikki ayol o'rtasidagi qarama-qarshilik juda g'alati tus oladi. Daryo birinchi marta Gozalni ataylab urmaslikka harakat qilyapti. Gozal esa aynan shu yumshoqlikni yangi hujum sifatida qabul qilyapti. Chunki uzoq vaqt urushib kelgan odamga qarshisidagi insonning birdan qurolini tushirishi ham shubhali ko'rinadi. Gozal, sen o'zingni mendan yaxshiroq ona deb o'ylaysan. Daryo charchagan holda, men siz bilan kim yaxshiroq ekanini isbotlamoqchi emasman. Gozal javob qaytaradi, sen isbotlamasang ham, hamma shunday qarayapti. Mana shu jumla uning ichidagi haqiqiy yarani ochib berishi mumkin. Gozal faqat bolani yo'qotishdan qo'rqmayapti. U odamlarning ko'zida bir paytlar o'z bolasini xohlamagan ayol bo'lib qolishdan qo'rqyapti. Daryo esa uning o'rniga bolani saqlab qolgan ona. Bu taqqoslash Gozalni ichidan yeb bitiradi. U Daryoning uyidan chiqadi, ammo bu safar advokatiga qo'ng'iroq qilmaydi. Avval akasining oldiga boradi, keyin Alini ham chaqiradi. Stol ustiga klinika hujjatini qo'yadi. Ikkalasi ham unga qaraydi. Gozal juda sokin gapiradi. Ertaga hech kim mening o'rnimga bu gapni aytmaydi. Ali tushunmaydi, Gozal davom etadi. Men o'zim aytaman. Akasining yuzi o'zgaradi. Nimani? Gozal qog'ozni qo'liga oladi. O'sha paytda bolani oldirishni men xohlaganimni. Ali unga uzoq qaraydi. Gozalning ko'zida yosh yo'q, faqat bir qaror bor. Daryo meni ayab jim yurishini kutmayman. U hujjatni buklab qo'yadi. Bu mening xatom bo'lsa, uni ham o'zim ko'taraman.
Agar voqea shu tomonga burilsa. Gozal birinchi marta kurash usulini o'zgartiradi. U o'tmishini yashirish o'rniga uni hammadan oldin o'zi ochadi va shu bilan daryoning qo'lidagi eng kuchli qurollardan birini ham kutilmaganda ishlamay qoladigan holatga keltirishi mumkin. Chunki ayrim sirlar odamni faqat yashirin turgan paytda boshqaradi. Gozal esa bu safar o'zining eng og'ir sirini boshqalarning qo'lidan tortib olib, uni o'zi aytishga tayyorlanayotgandek ko'rinadi. Gozal o'zining eng og'ir xatosini boshqalardan oldin o'zi tan olishga tayyorlanayotgan bir paytda boshqa uyda mutlaqo teskari narsa yuz berishi mumkin. Bu yerda kimdir sirini ochish uchun jasorat yigmayapti. Aksincha, Sora nihoyat boshidan o'tgan voqeani yashirmaslikka qaror qiladi. Menimcha, aynan shu almashuv voqeani yanada bezovta qiladi. Bir uyda kattalar o'z aybini tan olishni boshlasa, boshqa uyda bolalar kattalarni gapirtirishga majbur bo'ladi. Uyga qaraganda hamma narsa odatdagidek, stol joyida, eshiklar yopiq. Madina ham hech narsa bo'lmagandek yurishi mumkin, ammo Sora uchun uy endi avvalgidek emas. U suvga yaqinlashganda chochishi, eshik qulflansa darhol qulfga qarashi, hatto Madinaning ovozini eshitganda tanasi taranglashi mumkin. Shu sabab bir kuni hamma bir joyga yig'ilganda Sora kutilmaganda gap boshlaydi. Men aytaman. Asal unga qaraydi. Nimani? Sora bu safar ko'zini olib qochmaydi. U meni suvga tiqdi. Xona darhol jimib qolishi mumkin. Bu gapni ilgari telefon orqali eshitishgan. Kimdir qizlar vahima qilyapti degan, kimdir bolalarning o'zi ham tartibsizlik qilganini aytgan. Ammo voqeani Soradan yuzma-yuz eshitish boshqa narsa. Madina birinchi bo'lib qarshi chiqadi. Yolg'on gapirma. Sora, yolg'on emas. Madina ovozini ko'tarishi shart emas. U hatto juda xotirjam turib, boshingni suvga yaqinlashtirdim. Choktirmadim, deyishi mumkin. Mana shu farq menimcha kattalarni yanada noqulay qiladi. Chunki Madina hech narsa bo'lmagan demayapti. U qilgan ishining qanchalik og'irligini boshqacha baholayapti. Sora birdan jahl qiladi. Men nafas ololmadim. Madina esa o'zing gapga kirmading. Shu paytda masala kimning gapiga ishonishda qoladi. Bir tomonda voyaga yetgan ayol, ikkinchi tomonda qo'rqib turgan qiz va oilalarda aynan shu joy juda xavfli. Kattalar ko'pincha bola bortiryapti deyishni osonroq deb biladi. Chunki aks holda o'z uyida jiddiy muammo borligini tan olishga to'g'ri keladi. Lekin Muniba bu safar jim qolmasligi mumkin. U telefonini chiqaradi. Unda buni ham men o'ylab topganmanmi? Hamma unga qaraydi. Telefon ichida mukammal video bo'lishi shart emas. Ehtimol, kamera xonani to'liq ko'rsatmagandir, lekin ovoz yozilgan, eshikning qulflanishi, qizlarning oching deb baqirishi, kimningdir militsiya chaqirishini aytishi va Madinaning tashqariga chiqarmasligini ta'kidlagan ovozi. Asal telefonni qo'liga olib, boshidan qayta eshitishi mumkin. Birinchi marta uning yuzida himoya qiluvchi odamning emas, nima qilishni bilmay qolgan insonning ifodasi paydo bo'ladi. Madina darhol boshqa tomondan hujum qiladi. Yashirincha meni yozib yuribsizlarmi? Muniba ham ortga chekinmaydi. Yozmaganimda kim ishonardi? Mana shu bir savol uydagi muvozanatni buzishi mumkin, chunki u rostga juda yaqin eshitiladi. Agar dalil bo'lmaganida balki yana bolalar vahima qildi deyisharmidi? Asal aynan shu yerda eng og'ir holatga tushadi. Uni oldin uyga qarab turish, qizlarni nazorat qilish, muammo chiqarmaslik uchun qoldirishgan. Demak, qisman mas'uliyat uning ham yelkasida, agar u Madinani himoya qilsa. Sora va Muniba uchun bu juda oddiy xabar bo'ladi. Sizlar aytsangiz ham baribir kattaga ishonamiz. Agar u qizlar tomonida tursa. Madina buni boshqa ma'noda qabul qiladi. Sen ham menga qarshi bo'lding. Asal bir necha soniya javob bermasligi mumkin. Keyin u Madinaga emas, Soraga qaraydi. Qo'rqdingmi?
Sora boshini qimirlatadi. Asalning keyingi gapi juda sodda bo'lishi mumkin. Unda bu hazil emas. Madinaning yuzi shu yerda o'zgaradi, chunki Asal sen yomon odamsan demadi. U faqat bolaning qo'rquvini jiddiy qabul qildi. Ammo Madina uchun bu ham taraf tanlash bo'lib eshitiladi. Men ularni tartibga chaqirdim. Asal eshikni qulflash tartib emas. Gapga kirishmadi. Suvga boshini tiqish ham tartib emas. Madina stoldan turadi, uning ichida boshqa bir gazab paydo bo'ladi, go'yo uyda yagona mas'uliyatli odam o'zi bo'lgan. Endi esa hamma uning qilgan ishini aybga aylantiryapti. Shu vaqtda Izzat yoki oiladagi katta odam qaytib kelishi mumkin. U yo'lda hali ham qizlar biroz bortirgan deb o'ylaydi. Uyga kirgach esa birinchi ko'rgan narsasi tinch oila bo'lmaydi. Eshikdagi yangi qulf, bir xonada tashqaridan ochilmaydigan mexanizm, polga tushgan buyumlar, balki Soraning qo'lida yoki yuzida janjaldan qolgan kichik iz. U avval hech kimga baqirmaydi. Uy bo'ylab yurib chiqadi, keyin Madinaga qaraydi. Eshikni sen qulfladingmi? Madina: Ha. Kalitlarni ham sen oldingmi? Ha. Bolalarni tashqariga chiqarmadingmi? Madina yana ha. Har bir ha bilan Izzatning jahli oshadi, ammo eng qiziq tomoni. Madina buning birortasini uyat bilan aytmaydi. U o'zini himoya qilmoqda. Men bo'lmaganimda bu uyda nima bo'lishini bilasizmi? Izzat unga qaraydi. Madina qizlarni ko'rsatadi. Bular hech kimning gapiga kirmaydi. Sora gapga qo'shiladi. Shuning uchun meni cho'ktirasizmi? Madina darhol: men seni cho'ktirmadim. Sora ham baqiradi: men olib qolaman deb o'yladim. Ana shu jumla bahsni butunlay boshqa joyga olib borishi mumkin. Hozirgacha hamma Madina nima qilganini muhokama qilayotgan edi. Endi esa ular Sora o'sha paytda nimani his qilganini eshitadi. Bu ikkalasi bir xil narsa emas. Izzat Madinadan kechirim so'rashni talab qilishi mumkin. Bolaga qarab, noto'g'ri qilganingni ayt. Madina uzoq vaqt Soraga qaraydi. Hammaning kutgani bitta oddiy jumla: kechir. Lekin u aytmaydi. Aksincha, men qilmaganimda bu qizlarni hech kim boshqara olmaydi, deydi. Menimcha, aynan shu sozxonadagi odamlarni oldingi janjallardan ham ko'proq cho'chitishi mumkin. Chunki gap endi asabiylashib ketib, bir marta noto'g'ri ish qilgan odam haqida emas, Madina o'z qilgan ishini noto'g'ri deb hisoblamayapti. Asal unga tikilib qoladi. Demak, yana shunaqa qilasanmi? Madina savolga to'g'ridan to'g'ri javob bermasligi mumkin. Gapimga kirsa hech narsa bo'lmaydi. Mana shu javobning o'zi yetadi. Muniba asta-sekin Soraga yaqinlashadi. Endi qizlarning qo'rquvi faqat 60da bo'lgan voqeadan emas, yana takrorlanishi mumkin, degan fikrdan. Izzat qattiq qaror chiqarishi mumkin. Bugundan boshlab sen qizlar bilan yolg'iz qolmaysan. Madina kulib yuborishi ham mumkin. Endi meni o'z uyimda kuzatib yurasizlarmi? Asal: hozircha ha. Bu Madinaga juda qattiq tegadi. U o'zini jinoyatchidek kuzatishayotganini his qiladi. Boshqalar esa aksincha, birinchi marta qizlarni himoya qilish uchun chegarani aniq qo'yayapti. Meningcha, keyingi og'ir burilish shunda kelishi mumkin. Madinaning xonasidan sumka olib chiqayotgan ovoz eshitiladi. Hamma u ketishga qaror qildi deb o'ylaydi. Asal biroz yengil tortadi. Sora ham. Madina pastga tushadi. Qo'lida kichik sumka bor. U eshik yonida turib, hech kim bilan xayrlashmaydi. Faqat Soraga qaraydi. Xursand bo'ldingmi? Sora javob bermaydi. Madina chiqib ketadi. Eshik yopiladi. Uyda ilk marta tinchlik paydo bo'lgandek. Ammo bir necha daqiqadan keyin Muniba derazaga borib tashqariga qaraydi. Madinaning mashinasi hali hovlida, u ketmagan. Asal tashqariga chiqadi. Mashina bo'sh, hovli ham bo'sh. Keyin yuqori qavatdan eshikning sekin yopilgan ovozi keladi. Asal boshini ko'taradi. Sora bir narsani eslab, birdan oqarib ketadi. Mening singlim qayerda? Hech kim javob bermaydi.
Hamma xonalar tekshiriladi. Bitta eshik ichkaridan qulflangan. Asal uning oldiga yugurib boradi. Madina. Javob yo'q, yana taqillatadi. Ichkaridan nihoyat Madinaning juda sokin ovozi eshitilishi mumkin. Baqirmang, bola qo'rqadi. Shu paytda oiladagilar bir narsani anglaydi. Ular Madinani uydan chiqarib yubordik deb o'ylagan edi. Aslida esa u o'zi bilan eng himoyasiz odamni boshqa xonaga olib kirib, eshikni ichkaridan qulflagan bo'lishi mumkin. Yuqori qavatdagi yopiq eshik ortidan Madinaning juda sokin ovozi eshitilgach, tashqarida turganlarning eng katta qo'rquvi baqiriq emas, sukut bo'lishi mumkin. Asal eshik dastasini ushlab turadi. Sora bir necha qadam narida qotib qolgan. Muniba esa qaysi xonada kim qolganini sanay boshlaydi. Shu paytda oiladagilar bir narsani anglaydi. Ular Madina haqida juda ko'p gap eshitgan, ammo aslida uning o'tmishi haqida qanchasini aniq bilishadi. Oldin ham gaplar bo'lgan. Amerikada qandaydir uyga o't qo'ygan emish, kimnidir qiynagan emish. Ruhiy shifoxonadan ma'lumotnomasi bor emish, lekin bularning ko'pi odamdan odamga o'tgan hikoyalar. Bir kishi eshitdim degan, ikkinchisi unga yana bir detal qo'shgan, oxirida esa Madina uyda yashayotgan inson emas, deyarli hamma qo'rqadigan afsonaga aylangan. Menimcha, Asal aynan shu yerda boshqalardan farqli qaror chiqarishi mumkin. Avval haqiqatni bilamiz. U bir qarindoshiga eski hujjatlarni topishni aytadi. Kimdir Amerikadagi tanishlarga qo'ng'iroq qiladi. Boshqa biri Madina ilgari davolangan shifokor yoki klinika bilan bog'lanishga urinadi. Bu juda muhim farq. Madina zo'ravonlik qilgan bo'lsa, buni jiddiy olish kerak. Ammo ruhiy kasalligi bor degan gapning o'zi avtomatik ravishda u xavfli degani emas. Oilaning xatosi ham aynan shu yerda bo'lishi mumkin. Ular hozirgi aniq harakatlarni tekshirish o'rniga eski tashxis haqidagi mishmishni qurolga aylantirib yuborishlari mumkin. Birinchi ma'lumot kelganda esa hamma kutgan narsa chiqmasligi ehtimol. Haqiqatan ham Madina ilgari ruhiy salomatlik bo'yicha davolangan bo'lishi mumkin, ammo hujjatda doimiy xavfli degan jumla yo'q. Aksincha, stress kuchayganda nazoratni yo'qotish ehtimoli, davolanishni davom ettirish zarurligi yoki oila bilan barqaror muhit kerakligi yozilgan bo'lishi mumkin. Sora bunga ishonmaydi. U meni suvga tiqdi-ku. Va Sora haq, eski tashxis hozirgi ishni oqlamaydi, lekin eski tashxis hozirgi har bir yomon ishning sababi ham emas. Mana shu noqulay o'rtada Asal qoladi. Bir tomonda xavfsizlik, ikkinchi tomonda bir insonni butunlay jinni degan bitta so'zga aylantirib yubormaslik mas'uliyati. Ammo eng yomon narsa shundaki, Madina bu tekshiruvlar haqida bilib qolishi mumkin. Masalan, Asal telefonda eski shifoxona ma'lumotlarini ham yuboring deyotgan paytda Madina pastga tushib qoladi. U hech narsa demaydi, faqat turib eshitadi, keyin asta so'raydi, meni tekshiryapsizlarmi? Asal telefonini tushiradi. Madina, gapni tushuntiraman. Men haqimda kimlarga telefon qilding? Bu safar uning jahli avvalgidek portlamaydi. Menimcha, bundan ham og'irroq reaksiya kelishi mumkin. Uning yuzi o'zgaradi, xuddi birdan hamma narsa tushunarli bo'lib qolgandek. Demak, sizlar boshidan beri meni jinni deb o'ylagansizlar. Asal darhol rad etadi, bunaqa emas. Madina kulib yuborishi mumkin. Unda nega shifoxonamni qidiryapsan? Bunday paytda odamga faqat xavfsizlik uchun deyish juda qiyin eshitiladi. Chunki Madinaning ko'zida oilasi uni tushunishga emas, unga qarshi papka tayyorlashga kirishgandek. Shundan keyin gazab emas, xiyonat hissi oldinga chiqishi mumkin. Madina Soraga qaraydi. Sen boshladingmi? Sora bir qadam oldinga chiqadi. Men rostini aytdim. Madina, endi hamma meni kasal deb yuradi. Sora ham chiday olmaydi. Men qo'rqdim. Siz meni qo'rqitdingiz.
Bu ikkala gap bir-birini inkor qilmaydi. Madina o'zini tahqirlangan his qilishi mumkin. Sora esa undan haqiqatan qo'rqishi mumkin. Uy ichidagi eng qiyin haqiqat shuki, ba'zan bir odamning yarasi boshqa odamga zarar yetkazishini to'xtatmaydi. Shu paytda Sora yana politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi. Telefonini oladi. Muniba uning qo'lini ushlab qoladi. Qo'ng'iroq qilma. Sora hayron, kecha o'zing qo'rqding-ku. Muniba ovozini pasaytiradi, shuning uchun aytyapman. Uning fikri boshqacha, politsiya kelsa, Madina battar g'azablanishi mumkin. Agar ular yana shu uyda qolsa keyin nima bo'ladi? Sora buni qo'rqoqlik deb ko'radi. Har safar jim tursak, u yana qiladi. Muniba esa deyarli yig'lab, men qahramon bo'lishni xohlamayman, men faqat bu yerdan sog' chiqishni xohlayman, deyishi mumkin. Mana shu gap ikki qiz orasidagi farqni juda aniq ko'rsatadi. Soraning qo'rquvi uni qarshilik qilishga majbur qilyapti. Munibaning qo'rquvi esa ko'rinmas bo'lishga, ikkalasi ham qo'rqyapti, faqat omon qolish usuli boshqacha. Asal buni ko'rib, to'qnashuvni kuch bilan yenga olmasligini tushunishi mumkin. U ohangini butunlay o'zgartiradi. Madinaga yaqinlashmaydi, eshikni ham qulflamaydi, faqat choy qo'yadi. Kel, o'tir. Madina shubha bilan qaraydi. Asal uni oldingidek Madina deb emas, yumshoqroq, oilaviyroq ohangda chaqirish mumkin. Bu chin yaqinlikdan emas, vaziyatni pasaytirish uchun. Lekin juda ehtiyotkor o'yin. Asal, hech kim seni olib ketmoqchi emas, deydi Madina. Politsiyani nega chaqirmoqchi bo'lishdi? Chunki ular qo'rqdi. Men-chi? Asal jim qoladi. Mana shu savol kutilmagan. Men qo'rqmaganmiman. Bir necha soniyaga Madina boshqa odamdek ko'rinishi mumkin. U uyga kelganidan beri hamma unga qarshi turganini, hech kim uni eshitmaganini, faqat xatosini kutganini aytadi. Bu uning qilgan ishlarini oqlamaydi, lekin uning ichidagi mantiqni ko'rsatadi. Madina o'zini nazorat qiluvchi emas, tartibsizlikdan uyini saqlayotgan odam deb ko'rishi mumkin. Asal sekin, senga yordam kerak bo'lsa, yordam olamiz, deydi. Mana shu so'z hammasini buzishi mumkin. Yordam. Madina uchun bu biz seni kasal deb hisoblaymiz degandek eshitiladi. U darhol Asalning yuziga qaraydi. Demak, bu ham o'yin ekan. Asal tushunmaydi. Madina stol ustidagi telefonni ko'rsatadi. Yaxshi gapirib, meni tinchlantirib keyin doktorga topshirasizlar. Asal inkor qiladi, ammo Madina endi eshitmaydi. Uning ishonchi butunlay uzilishi mumkin. Shu paytda Sora telefonini yana ko'taradi. Madina uning qo'lidagi ekranni ko'radi. Bir necha soniya ichida vaziyat yana o'zgaradi. U Soraga qarab, sen men bilan yur. Asal darhol, yo'q. Madina bu safar baqirmaydi, gaplashaman, xolos. Sora ham ortga chekinmay, men hech qayerga bormayman, deydi. Lekin bu yerda Muniba kutilmaganda oldinga chiqishi mumkin, men boraman. Sora unga qaraydi, nima qilyapsan? Muniba sekin, sen qol. Bu jasoratdan ko'ra boshqacha qaror. Muniba agar Madina kim bilandir gaplashish kerak bo'lsa, Sora bilan yolg'iz qolishi yanada xavfli bo'lishidan qo'rqadi. U Madina bilan yuqoriga chiqadi. Asal ularning ortidan yurmoqchi bo'ladi. Madina, men hech narsa qilmayman, deydi. Keyin eshik yopiladi, ichkaridan qulfning tovushi eshitiladi. Bu safar tashqarida vahima avvalgidek portlamaydi. Asal birinchi bo'lib hammani jim qiladi. Eshikni urmang. Sora darhol qarshi chiqadi. Muniba ichkarida. Bilaman. Unda ochamiz. Asal boshini chayqaydi, chunki ular Madina ichkarida nimani ushlab turganini bilmaydi. Hech kim vaziyatni keskinlashtirishni istamaydi. Politsiyaga qo'ng'iroq qilinadi, lekin Asal past ovozda vaziyatni tushuntiradi.